Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Hozir men sizlarga bitta prank ko'rsatmoqchiman. Bugun bitta zo'r voqea bo'ldi. Viza chiqdi va prank ham bo'ldi. Endi qaraymiz. Sizlar Nurali akamning vizalari chiqdi. Mana rasmlarni tashladim. Даже mana pasportlari menda, faqat noto'g'ri tushunmaysizlar. Danlar ko'rsanglar chiqdi. Ya'ni bugungi chislo bilan 14-iyulda bo'ldi. Ya'ni 14-bilan bergan, 20-da oldik. Mana 15-iyul bilan ikkita viza chiqdi. Bu Slovakiya vizalarimiz, uni pasportlarimiz qo'lida. Endi qaranglar, men mijozga qo'ymanda aytayapman, aka deyapman, отказ oldingiz deyapman telefonda. Keyin отказ qog'ozini rasmini tashlab o'raman, qarang desam, mana eshitdinglar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ukam, katta rahmat. Yomon qo'rqitdingiz lekin, uka. Joningiz sog' bo'lsin, uzoq umr ko'ring, bolalaringizni uzrini ko'ring, ukajon. Rosa qo'rqitdingiz lekin, gap yo'q, ishontirdingiz meni. Ana. Ikkinchi okamni ham qo'ymanda, brat deyapman, sizga отказ chiqdi. Chiroyli tushuntirsam ular ham yana bir o'lqot oga rahmat, ichim o'tib ketdi-yu deydilar. Bizda mana ikkita vizani oldik, ko'rganinglarda. Mana ikkita pasport o'sha turibdi qo'limda. Rasmini ham hozir videoda ham ko'rdinglar. Bular hammasi Slovakiyaga chiqayotgan vizalarimiz edi. To'g'ri, men hozir Slovakiyaga viza olmayapman. Ya'ni mijoz olmayapman. Vizaga mijoz olmayapman, chunki o'zimni kutib turgan mana shunaqa hammasi dostoyniy okalar bor. Ancha kutib qolishdi, chunki biz Litvaga topshiruvdik. Bular bilan Litva VNJsini o'chirtlari muammo bo'lgani uchun, pulli bo'lib ketgani uchun biz ancha jabr ko'rdi vaqtdan juda ko'p yutqizib qoldi. Hamma okalarim juda uzoq kutib qoldi. Uzoq kutgani sababli men hozir hech qanaqa to'g'ri Slovakiyaga olmayapman. Slovakiyaga o'sha Litvani kutgan okalarimni qilib beryapman hammasini. Shuning uchun bu mana yana ikkita vizamiz, o'sha okalarimizdan kutgan okalarimizdan ikkita pasportdan biri. Xudo xolisa Slovakiyaga joyim bo'shasa, aytaman, ungacha Bolgariyaga joyimiz bor. Bolgariyaga bemalol kelib vizasiga ko'rsanglar bo'ladi. Slovakiyaga endi men joy bera olmayman, sabab mana общий joyda aytaman, o'sha joyim to'liq. Hozir ostatka odamlarim bilan ishlayapman, ularni men tugatishim kerak ishini, keyin o'sha yangisini olaman. Bolgariya vizalari kerak bo'lsa, bemalol grant vizaga murojaat qilasiz. Bolgariyamiz bor, Bolgariyaga joy bor, olishimiz mumkin, shuni bilinglar. Bolgariyada ham bilasizlar, VNJ bilan beradi.